İşte vallahi kıyardım şundan çıkardan balık mı? Neymi toladan bu? Bazar mı? Doktor hanım. Oy ha. Oy yaxshi. Siz bir yerde oturup geldiniz mi? Bu şeyde mahsusluğun kan tekşürükan bölüm var deydi. Şu ataydan kanım tekşürüp geldim bir tekşürüp koyun abi. Isığımı ki kanım soğuk mu ki? Bunda tekşürük olmaydı. Bu tumu tutuş deymiz bu ne? Ha? Kan degan ciciq seli bunda. Kanımda eli bunga tekşürgan narsa bu. İşte vallahi kıyardı bu mahsus kan tekşürükan bölümünün buluşunun zürriyeti var mı ya? Zürriyeti bor. Bu pek muhim savol. Normaldan uqmaydi buni. Bu odam badanining umum badan sog'lomligiga nisbatan, jamiyatning bexatarligiga nisbatan, xalqning bexatarligiga nisbatan zo'r foydasi bor. Nima deganda hozir kasallikning turi aylanib ketdi-ku. Bu yer kirgan odamning hammasi men saqlab kirdi. Nurg'un odam kasalni yushirdi, biz ashar qilib, tekshirib, uni yuqori ma'lum qilganligini ma'lum qilamiz. Qoidani biz o'zimiz bir taraf qilib, o'zimiz bir taraf qilib turib, uni endi davolash jarayonida o'zimiz mudofaa qilgan, qarshi taraf mudofaa qilgan bu bizning bu doktorxonaga sizlar orqasida o'xshash shunday yiqilimiz bekchib ketdi. Demak, xalqninki sog'lomlikni texmi asrash, qo'g'dash maqsadida buni qilib zo'rlik uchun. Demek hazır ben bunda düşünsem bulam tabi davalaykan yerde bu davalashdan burun davalashdan keyin shu qon tekshirgandan keyin bak yaxshi rol var kelib o'yladim men. Qanday desiniz bu qon tekshirishda cho'ng bo'lsin mayli kichik bo'lsin har xil kasalliklar tekshirib chiqqandan keyin ach davalashga birlashtirib qolmas degan unum. To'g'ri. Masalan, oddiy misol tish yuvgan vaqtimizda man qanday ningishda bir modda bor-ku, qanday yopishqoqligi yuqori tövanda. Agar qanday yopishqoqlik tövallab ketsa, tishni yuvib qo'ygandan keyin qon to'xtamaydi degan gap. Uni endi tish tatgan vaqtimizda osh narsalar kam bo'lib qolsa, yuqori töv bo'lib qolsa, endi tish tatsaqdan xatarlik degan gap. Uni boshqa bizning bu yerda undirmish jiqsagandan keyin, har bir qadam badandagi yalluq, qandagi yalluq deymiz, badandagi a'zoning yalluqi avval bormi yo'q, yurakning iqtidori qanday, qon besimi bormi yo'q, diabet degandek narsani hammani tekshirib turib, uni endi biz operatsiyaga tishni jo'nji qilishga, tish tortishga davolashga o'rlashtirsak, bu nihoyat bexatar, nihoyat sog'lom ham ishonchli bo'ladi-ku. Bunda tushensam bulam tabi tish davolash o'rnini men burun hamda bir kichik bir davolash o'rni deb o'ylab ketganman. Ammo hozir demak ama sizning gaplaringizdan anglab, buniki nihoyat bir muhim ekanligini his qilib qoldim. To'g'ri. Masalan, qanday desiniz? Ilgari tish davolash o'rnini tanlagan vaqtingizda bir qatim ishlatamdi, masalan, yishsin deb qo'ydiz-ku. Bir qatim ishlatib, hammasini tashlabdi, qayta ishlattamdi, doktorxonaning tozalik ubini qildi. Hozir tozalik ubu tarafida asosiyat hamma doktorxonaga o'xshash. Endi hozir shu kasallikning oldini olish, bayqab turib, har bir odamga o'xshamaydigan darajada muomala qilish, eg'iz bo'lish sog'lomligi, umum badan sog'lomligining kafolati deb bizniki rais necha yildan oldinlamkin maxsus mushtoqsiz yig'in ochgan. Shuning uchun demak eg'iz bo'lish sog'lom, umum badan sog'lomlik kafolati shunday. To'g'ri. Bak ahamiyat bermasak bo'lmaydi bu kasalga. Shu demak shu odam eng avval tishdan qaraydi ham shuni o'xshashdan. Unda qo'ygan o'zimiz shaxsiyat eg'iz bo'shliqninki ila tashviqotni bizma hamkorlashdik. Ambiyaniki mayli davolash sufati bo'lsin, texnikasi bo'lsin, ambiyaniki muhiti, aniki mulozimat har qaysi jihatdan bizga yoqqanlik uchun tashviqotda hamkorlashgan. Biz kayz kelmasdan ya'ni tashviq qilmaymiz. Hamda shaxsiyat eg'iz bo'shliq ambulatoriyasi hozir kidim. Baka o'tirib qolganimdan biri yo'q-ku. Mit hamma odam ishlangan. Ammo shundan bo'lib ketishdiki, kesinlik oilalikning nima? Mulozimat unda boshqa tozalik dezinfeksiyachi, avval qon tekshirish tuzilmasi bor. Demak biz burun boshqalarga har bir narsani bir qitim ishirtib, boshqalarning nazarida tozalik o'lcham yaxshi degan bo'lsak, bundan keyin biz yangi yildan boshlab har bir kasalga ayrim holatda davolash planidan tortib, dezinfeksiya o'lchamidan tortib, qon tekshirib, natija chiqqandan keyin odamga ayrim muomala qilib, ayrim davolash kuzatib turibchi. Shaxsiyat eg'iz bo'shliqqa musadamda ulgulik bir o'rin bo'lib qoldi, mayli e'lon tashviqot bo'lsin, har qaysi jihatdan hamma yer anglab turimiz uchun buni. Bu maqsan to'xtoqmishga joylashgan bu o'rni. Bu yana qurilish qilish jarayoni bilan oldin oyat qalaymiqan, yomon tasdibni kedim bu yana. Bu yana bu balakaga yo'tkay qashli yo'qda, oldin yomon egizpas tozalab buni qilib kesdan. Hozir yo'tkaydigan plan yo'q. Bizni mush vaqtsan biz yeng ochdik, yeng ichildi. Ichilgandan bosib, hozirda xalq shunda qo'llavdi, ammo yaqinda vaqtdan o'zgartirish kirdi emasmi? Kirgandan biz hozir Alloh palanpayliga riskliga bunday bir kasa ichib, basharning manzilida huzurlanig'dak bir chiroyli rasm tushkida yangi qilib qo'ylaydi. Shu yasavotimiz qo'yib qo'ydik. Bundan boshqa nima butun foya. Demak, jon shu qilishlar o'zgartirish qilib, ko'chiqan yo'q. Alloh qo'rqasin. O'rnida izchil holat vaqtsan to'xtoqmishdan. Alloh qo'rqasin. Biroq qo'rmishadiki kasb alaylikni tushundik, hamda shu ko'rmanligi bir aloq qilishlik munosabatini deb bilamsiz. Telefon numarim bo'lsa 138 99 21 11 14. Unda nomer o'rtaq. Okey, shunday yaxshi suhbatlashdik. Shaxsiyat eg'iz bo'shliqi har qaysi shu eg'iz bo'shligiga doir davolashda oldingi tanlashingiz bo'la oladi.